Assalomu alaykum Fikrat muxlislari. Demak, siyosat falsafasiga oid ko'rsatuvlarimizni davom ettiramiz. Hozir shunday bir rejalashtirib turibmiz. Haftada bir kun emas, bu ko'rsatuvlarni ikkitaga chiqarish nasib qilsa, mana shu chorshanba va shanba kunlari siyosat falsafasi haqida ko'rsatuvlarni olib boramiz. Demak, mana shu rukun atrofida bir nechta yosh tadqiqotchilar demak tarbiyalanyapti desak bo'ladi, o'sib kelyapti desak bo'ladi yoki bo'lmasa Avazbek, Odilxon va hokazo, demak inomjonlar bor. Hali o'sha bu yigitlarning tarjima qilgan kitoblari nuqtai nazardan o'zlarining ma'lum bir siyosiy falsafiy yo'nalishlari shakllanyapti desak bo'ladi. Demak, siyosat falsafasiga oid ko'rsatuvlarimizda biz simulakr masalasini muhokama qilayotgandik, hali tugamadi. Qancha demak bu masalaga kirsak, shunchalik muhimligi va butun munosabatlarning butun spektriga ta'sir ko'rsatganligini anglayapmiz. Biz o'tgan ko'rsatuvlarimizda turli xil izmlarni, turli xil g'oyalarni muhokama qildik. Insoniyatga jiddiy ta'sir ko'rsatgan bu liberalizm deymizmi, kommunizm, sotsializm va sotsializmning turli xil ko'rinishlari, natsionalizm turli xil davlatlarda ko'rib chiqdik va bugun mavzumiz qaysidir ma'noda demak esxatologiyaga bog'liq desak bo'ladi, ya'ni dunyoning oxirini ko'rish bilan bog'liq g'oyalar va teologiyaga bog'liq desak bo'ladi, ya'ni shunday g'oyalar vujudga keldiki, siyosiy energiya hosil qilishda dindan qanday foydalanamiz yoki modern g'oyalarida dindan qanday foydalanamiz. Bu nuqtai nazardan deylik, masalan, Modining o'sha partiyasini oladigan bo'lsak, bu yerda bevosita o'zi bir sekulyar g'oya bo'lsa ham Hind millatchiligiga asoslangan, lekin u yerda dindan ham foydalanadi. Yoki bo'lmasa Netanyahuning o'sha sekulyar sionizm, mana qaranglar, sekulyar sionizm juda ham bir qiziq, o'ziga xos simbiozlar bular va shunday ya'ni insonlarni mobillashtirish uchun, qo'liga qurol olish uchun, ma'lum bir g'oyalarga ishontirish uchun albatta dinni ham mana shunaqa g'oyaviy ulash bu narsalarga muhim hisoblanadi va shunday g'oyalardan biri bu uzoq muddatli tarixga ega bo'lgan 3-Rim g'oyasi. Nima uchun biz bu masalani muhim deb hisobladik? Chunki bizga oxirgi deylik 100 yil ichida yoki konkret bizga ta'sir ko'rsatgan davrni oladigan bo'lsak, 70 yil ichida g'oya taklif qilib kelgan bitta hudud bor, bu Rossiya va Rossiyaning Chor Rossiyasining deymizmi, hozirgi Rossiyaning deymizmi, olimlari. Va ular bugun to'xtab qolgani yo'q va ular demak qurol qilib olayotgan markaziy g'oyalardan biri bu 3-Rim g'oyasi hisoblanadi. Bu masala oddiygina deylik ikkita so'zdan iborat, qandaydir qisqa ta'rif bilan yoki bitta ko'rsatuv bilan tushuntirib beriladigan emas, balki tagida juda ham katta tarix va juda ham ko'p kitoblar, juda ham ko'p olimlar bu masalada ishlagan. Masalan, o'sha Vizantiyaning qulashi bilan bog'liq yoki bemalol aytishimiz mumkinki, bu yerda Gegel konstruksiyasi bu. G'arb uyg'onish davri, modern davrining konstruktini o'ziga qabul qilgan va ko'pincha buning atrofida ma'lum bir musulmon olimlari ham ishlab, ya'ni dunyoning oxirini yoki bo'lmasa chiroyli bir model, siyosiy modelning hosil bo'lishida Rossiyaning muhim o'rin tutishini ta'kidlaydigan olimlar ham bor va har bir g'oya yashashga haqqi bor. Ya'ni masalan o'sha darvinizmni oladigan bo'lsak, sotsial darvinizmni oladigan bo'lsak,
o'sha hayvon jamiyati qo'shtirnoq ichida hayvonlarda jamiyat bo'lmaydi, lekin birgalikda yashashda hayvonlar konstruktini olib insonlarga joriy qilish, ya'ni kuchlilargina yashab qoladi degan masaladagi g'oya edi bu sotsial darvinizm. Gitler mana shuni olgan, sotsial darvinizmni olgan. Ya'ni kuchli bir millat yashab qolishi kerak. Va hokazo va har bir g'oya agar uni ko'pchilikni ishontira olsangiz, turli xil yo'llar bilan harbiy, g'oyaviy va hokazo yo'llar bilan ishontira olsangiz, bir necha 10 yillar davomida insonlarni ma'lum bir yo'lda olib ketish mumkin ekan, yashatish mumkin ekan. Zotan bu xato yo'l bo'lsa ham. Shuning uchun biz bunday harakatlarni tushunishimiz kerak eng birinchi navbatda. Normal, ya'ni birdaniga unga qarshi bir emotsional va hokazo tushunmasdan harakat qilishimiz uning keyingi harakatlari qanday bo'lishini anglab yeta olmaymiz. Mana shu narsaga olib keladi, anglab yetmasligimizga olib keladi. Shuning uchun shunday bir rukun doirasida balkim turli xil demak sohalarni o'rganayotgan, xususan politologiya, tarix va falsafani o'rganayotgan yosh demak tadqiqotchilar balkim o'rganish mavzusi bo'lar. Aynan bugungi reallikka bog'liq masala. Ertaga musulmon tafakkurli dunyoni birlashtirish uchun Amerikaning o'zining bir g'oyasi bor, Britaniyaning o'zining bir g'oyasi bor, traditsionalistlarning va shu bilan birga Rossiyaning o'zining g'oyasi bor. Demak, biz o'zimizning konseptimizni ishlab chiqishda mana shu bugungi kunda katta va gegemon deb hisoblanadigan davlatlarga qarshi turishlik uchun, g'oyaviy qarshi turishlik uchun o'zimizda alternativalar bo'lish kerak. Alternativ qandaydir uzuq yiliq turli xil fikrlar, qarama-qarshiliklar emas, konsept bo'lish kerak. Konsept degani konstrukt degan narsadan vujudga keladi. To'liq hamma tomoni bor konsept bo'lish kerak. Maqsad, g'oya qaysi qonundan boshlanadi, qanday narsalarni, g'oyalarni, tushunchalarni o'zining ichiga oladi va hokazo va hokazo. Mana shunday butunlay bir hech bir dushmanchiliksiz bor mavjud g'oyani bir uning borligini tasdiqlab, bir kun bizning ustimizga kelish xavfini anglab tahlil qilishning debochasi sifatida biz bugungi mavzumizni boshlaymiz. Studiyamizda Avazbek Isoboyev, bizning hurmatli yosh tadqiqotchilarimizdan. Demak, Avazbek bugun 3-Rim mavzusi. Biz buni juda ham ko'p muhokama qilganmiz va bugungi mavzuda agar sig'may qoladigan bo'lsa, aynan shu 3-Rim mavzusini boshqa ko'rsatuvlarda ham muhokama qilamiz. Marhamat, o'sha ilk, ya'ni ko'rsatuvimizning o'ziga xos xususiyatlari, asosiy tushunchalar, simulyakrning aynan mana shu demak g'oyaga ta'siri biz qanday tushunishimiz kerak, mana shularga qisqacha to'xtab o'tib, keyin asosiy qismiga o'taverasiz. Marhamat. Assalomu alaykum, Hamid aka. Va alaykum assalom. Demak, mavzuyimiz murakkab, menimcha bir ikki qism bo'lsa kerak. Dastavval simulyakrga to'liqroq bir ta'rif beraylik. Endi yangi kuzatuvchilar bo'lsa bu mavzuga. Simulakr deganda o'zining asosiy maqsadidan yoki ildizidan uzilgan, boshqa tomon, boshqa tarafga yo'naltirilgan yoki o'zining ildizidan tamomila uzilib qolgan, o'zini o'zi mustaqil tamsil qiluvchi tizimni simulakr deymiz. Ya'ni bu har qanday ideologiyada, nazariyada qo'llay olamiz. Bu shunday muhimki, narsalar ma'lum bir maqsad bilan boshlangan bo'lsa, u oxir-oqibat ayniqsa bizning postmodern davriga kelib, umuman boshqa maqsad uchun vosita bo'lib qolganligini kuzatishimiz mumkin. Simulakr mana shu mavzularga kiradi. Endi 3-Rim degan konsepsiya bu kecha paydo bo'lib qolgani yo'q. Bu ming yillarga borib taqaladi. Shunday. Buni biz kurs sekretariyalik ko'rishda men tushunib yetdimki, buni tub ildizlaridan olib hozirgi jarayongacha ulab kelinsa, o'shanda mustahkam fikr shakllanadiki, ya'ni solishtirish mumkin. O'zi bu g'oya qayerdan boshlandi-yu,
va qayerga qarab keldi va hozirda qanday maqsad yo'lida foydalanmoqda. O'zi haqiqatdan ham 3-Rim degan nazariya bormi? U qanday siyosiy ambitsiyalarga yo'naltirildi? U Rossiyaning tashqi siyosatidagi ritorikalardan qanday foydalanmoqda? Va bizning davrimizda bu o'zining o'sha boshidagi ildizlardan qanday uzilganini ko'rib chiqishimiz mumkin. Buning uchun albatta nasroniylikni ko'rib chiqish kerak. Bu to'g'ridan to'g'ri nasroniylikka borib taqaladi. Bilamizki, nasroniylikni boshlanishida Iso alayhissalom, Iso Masih turadilar. Endi u kishining dunyoga kelishlari va u kishining hayotlari atrofida qurilgan o'zi aslida. Dunyoning oxirini ko'rish. Ko'pincha ya'ni eskatologiyada Iso alayhissalomning qaytishlari va undagi barcha o'sha ortodoksal nasroniy bo'lsin, katolik bo'lsin, protestant bo'lsin, barchasida o'zining qarashi mavjud. Endi Iso Masihning yer yuziga kelganliklarida bilamizki, ular otasiz dunyoga kelganliklari uchun turli xil u kishining hayotlari haqida bahslar mavjud. Yana qisman teologiyaga kiramiz, chunki bu mavzuyimizning eng muhim qismlari hisoblanadi. Endi u kishining otasiz dunyoga kelganliklari, u kishining o'sha u kishiga ergashganlar o'rtasida turli xil bahslar yuzaga kelgan. Dastlab u kishining eng yaqin o'sha havoriylar deymiz. Ularda yakka xudolik yoki Iso Masihga nisbatan oddiy bir inson va xabarni yetkazuvchi, ya'ni payg'ambar sifatida e'tibor berilgan va hech qanday bir ilohiy nima berilmagan, nisbat berilmagan u kishiga nisbatan. Qaysi guruh dedingiz buni? Buni ariychilar, ya'ni havoriylarning o'sha davom maktabi, ariychilik maktabi deyiladi. Havoriy, Ya'ni havoriylar deganda siz xuddi misol sahobalar misolida ko'rishingiz mumkin. Ya'ni payg'ambarning izdoshlari yoki hamrohlari degan ma'noda. Endi ularda dastlabki bosqichda to'g'ri, ya'ni teologik qarash mavjud edi. Ya'ni buzilmagan Masihga nisbatan oddiy bir inson, faqat payg'ambar, unda hech qanday ilohiy bir nisbat yo'qligi normal qabul qilingan edi. Lekin vaqtlar o'tganidan keyin bu o'zgarishni boshladi. Bu o'zgarish birinchi o'rinda Injilni yozishdan boshlandi. O'zi Injilni yunon tilidan agar tarjima qiladigan bo'lsangiz, bu nimalar, kitoblar to'plami degani. Mana misol siz bibliotekalar deganda ham, mana biblioteka so'zida ham, Bibliya so'zi bor, ya'ni kitoblar jamlanmasi degan narsani ko'ramiz. Uni birinchi o'sha bilamizki, Iso Masih ivrit va aramey tillarida so'zlashgan. Ya'ni o'sha davrdagi nimadagi hozirgi mana yahudiylar ishlatadigan ivrit tilini o'sha davrdagi nisbatda ishlatgan. Endi u davrda ota degan so'z bor edi. Ya'ni bir ikkita inson, ikkita nima narsa bir-biriga yaqin bo'lsa, unga nisbatan ota yoki o'g'il bir nisbat ishlatilgan. Bu bir biologik nisbat emas, balki sotsial, yaqinlik ma'nosida ishlatilgan edi. Lekin afsuski o'sha Injillarda, hani Yunon Injilida yozilgan narsa, bu juda katta qo'pol, ya'ni ming yillarga ketadigan xatolik bo'ldiki, u yerda Masihga nisbatan ya'ni payg'ambarlik rolini ya'ni o'g'il, to'g'ridan to'g'ri ota va o'g'il sifatida tarjima qilinish boshlandi. Va bu teologiyaga juda misli ko'rilmagan zarba olib keldi. Ya'ni bir insonni yaratuvchiga nisbat berishni o'g'il sifatida. Endi mana shunda ariychilik maktabi shakllandi. Ular mana shunga qarshi turdilar. Ya'ni ularda Masihga nisbatan oddiy bir inson, payg'ambar sifatida uni hech qanday ilohiy nisbati mavjud emas degan maktab edi. U Iskandariyada shakllangan. Bu harakatni boshlovchisi o'sha Liviyada tug'ilgan. Undan keyin o'sha Iskandariyaga kelib, o'sha yerda nimada bir ruhoniy maktabida qo'lda tahsil oladi. E'tibor bering. Bu harakatni, ya'ni Iso Masihga nisbatan ilohlik nisbatini bergan shaxs kelib chiqishi majusiy bo'lgan. Ya'ni tabiatida majusiylik, ko'p xudolik nimasi bo'lgan, ya'ni e'tiqodi bo'lgan. Va u o'sha yerda Misrda bahs boshlanadi. Masihning o'sha oddiy payg'ambar ekanligi yoki ilohiylik nisbatiga berilganligi. Va u keyinchalik o'sha paytda ikkita Rimni birlashtirgan buyuk Konstantin. Nurbek aka, rasmini agar ko'rsatib o'rsangiz. Albatta bu Konstantindan boshlanadi. Mana shu g'oyani u birinchi qabul qiladi siyosiy darajada.
albatta bu haykali, endi o'zini rasmi yo'q. U yerda bu Konstantin o'sha davrda aholi orasida o'zaro o'sha keskinlikni kuzatayotgan edi. Juda ko'p o'sha fikr bahslari kuzatilayotgan insonlar. O'zi Rim tarixini ko'radigan bo'lsangiz, u yerda ko'p xudolik bor edi. Va bu yangi kirib kelgan din edi. Va insonlarda mana shunday bahs bor edi va bundan ro'parosa 1800 yil oldin, aynan shu kunda, milodiy 325-yilda qizig'ini qarang, to'g'ri kelganda, milodiy 325-yil, ana shu 20-maydan 25-maygacha hozirgi Konstantinopol, ya'ni Istanbul hududida Nikeya degan shahrida bir nima bo'ladi? O'zaro o'sha bahs munozara bo'ladi. Ya'ni mana shuni hal qilish. Buyuk Konstantin bundan ko'zlagan maqsadi davlat ichida odamlar orasida tartibni o'rnatish edi. Va u yerda o'sha nima keladi? Ariychilik harakati va uning tarafdorlari va o'sha Masihga nisbatan ilohlik nisbatini beruvchi Afanasiy degan tarafdorlari kelib bahslashadi. U yerda Buyuk Konstantin dastavval o'sha 325-yilda o'zining nimasidan kelib chiqib, ya'ni tabiiy o'tmishidan kelib chiqib, Afanasiyning, ya'ni Masihga nisbatan ilohlik sifatini beruvchi tarafning qarashini nima qiladi? Ma'qullaydi va buni majburiy doktrina sifatida mamlakat hududida tarqalishini e'tiborga oladi. Va kim agar bunga rad etadigan bo'lsa, unga qarshi keskin choralar ko'rishni boshladi. Va ariychilik tarafdorlari, ya'ni Masihga payg'ambar sifatida nima qiladigan, ishonadigan tarafning tarafdorlari buni o'tmishni ko'rgan holda, ya'ni o'tmishda Rumliklar yahudiylarga va boshqa o'sha Masihning havoriylariga nisbatan qilgan ishlarini ko'rgan holatda ma'lum bir yillar davomida bunga tilda ya'ni tasdiqlash, lekin amalda o'zlarining yo'nalishlarini davom ettirish maqsadida rozi bo'ladilar. Ya'ni vaziyatdan kelib chiqib o'sha yerda qon to'kilishi, boshqa chunki ariychilik tarafdorlari nihoyatda kam edi o'sha paytda. Agarda o'sha paytda ular yo'q deb qat'iy turib olishadigan bo'lsa, barchasi qirilib ketishi mumkin o'sha nimani o'zida, konferensiyani o'zida. Va ular surgun qilinadi o'sha o'zlarining nimalariga, yurtlariga, Misrga, Shimoliy Afrika davlatlariga, boshqalariga. Va Afanasiy tarafdorlari ular butun o'sha cherkovlarda o'zlarining ta'sir doiralarini kengaytiradilar. Va bu hodisa deyarli 12 yil davom etadi. 12 yil davomida butun o'sha Rim o'lkasi davomida o'sha trinitar, ya'ni ota, o'g'il va muqaddas ruh tushunchasi tarqaldi.